Assalomu alaykum Sherzod aka. Mana sizni batareykangizni xarakteristikasini ko'rsatib o'taman. Xo'p, mana shu akkumulyator zaryadkada turibdi hozir. Shtiker bilan, как положено. Akkumulyator zaryadchik, suqilgan tokka. Xo'p, Bluetoothga ulanish himoyasini ko'rsataman siz. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, pastda Zvonetni tepasida turgan BMS degan programma bor, xitoycha bulut rasmi bor. O'shanga kiramiz. Chiqadi avtomatik. Sherzod 60 ga 45 bu. Ustiga bosamiz. Batareykaning xarakteristikasi 66.9 bo'ldi. 2,5 amper zaryadka beryapti. Xo'p, mana yacheykalarda balansировка anavosi ham ishlayapti. 20 ta ketma-ketlik. Universal BMS qo'yilgan, 24 talik o'zi aslida 4 tasi ulanmagan. Demoqchi bo'lganim 60 volt, 72 volt bo'lganda 24 tasi ham ulanardi. Xo'p, tepadan kelamiz. 66.90 bo'lib turibdi o'shaning tagidan. Birinchisi batareya power 170 watt zaryadchigimiz beryapti. Quvvat beryapti, watt beryapti. Batareya capacity deyapti. 45 amper batareykaning sig'imi. Remain capacitor akkumulyator ichida hozirgi momentda necha amper zaryadkasi bor? 31.7. Remain battery deyapti. 70% bo'ldi. Cycle count zaryadka olishi. Necha marta zaryadka olsa, necha marta. Hozir birinchisi bu 0 ko'rsatyapti. Cycle capacitor 0.1 amperga ranjda qilyapti. Ichidagi oradagi balansировкасы. Detail longs count 12. O'sha narsani nimaligini bilmayman. Cell type litiy jelezofosfat. Endi 253 Ah ko'rsatyapti-ku amper. O'sha tarafdan kelamiz. AV cell voltage. Bu yerda aytayapti, o'rtacha mana shu общий 20 tani o'rtacha umumiysini olsak 3.3 volt zaryadkasi bor deyapti. Har bitta yacheykaniki. 3.3 45 V qo'yibdi-ku o'sha. Cell volt diff deyapti. 0.1000 voltga ranjda qilyapti. Uni yacheyka ketma-ketlikdagi oradagi balans shunchalik kichkina raqamga ranjda qilyapti. Balans current balans qilmayapti, chunki tepada balans off deb yozib qo'yibdi. Balans o'chiq. Ichida balansovka buzilsa, o'sha avtomatik yonadi, o'zi balans qilib oladi. Most temperatura. Bu nima narsa? Most temp deyapti. BMS ichida turgan BMSni MOSFETlari bor. O'sha MOSFETni, ya'ni tranzistorlari 22.2 gradus. Batareyani korpusida ikkita temperatura datchik bor. T1, T2 yozilgan. Biri 18.9, mana 19 bo'ldi. Ikkinchisi 19.4. Oradagi temperaturasi. Time energy, bu narsani bilmadim. Time energy sleep, mana shuncha vaqtda o'ladi deyapti. Shuncha sekundda. 86.400 sekundga yetadi hozirgi ichidagi moment. LT buzzer alarm off, ya'ni zaryadka o'layotganda signal chalmaydi, aytmaydi. Ko'rishingiz mumkin, mana pastda modify PDF in time deb yozilgan. 1 dan 24 gacha. Bu yerda batareykalar ichidagi batareykalar orasidagi farq zaryadka olishi. Cell wire resistance deyapti. Ichidagi batareykani ichki qarshiligi. Ko'ryapsizmi? 0.2 milliohm qarshilik. Juda ham kichkina. Chunki bu batareyka yangi. Yangi batareykada mana shunaqa parametr beradi.